Bolalarni o'zidan yoshi katta qizlarga uylanishiga qanday qaraysiz? Bachalar yoshi katta qizlarga biz Aha. xuddi shunday bo'lganmiz, xudoga shukur. Ey, Baxtli biz. Ishonasizmi, shu savol kimga bersam shunaqalarga faqat to'g'ri kelyapti. Ikkita farzand. Necha yosh oralaringizda? 2 yosh. 2 yosh. Aha. Necha yildan beri yashayapsizlar? 15 yil, 16-yil. Aha. Baxtli. Xudoga shukur, hamma narsamiz bor. Aha. Allohga behisob shukur. Yaxshi, juda ham zo'r. Ha, sevish, hech qanday unanasi yo'q. Yoshning aloqasi yo'q, ha? Yo'q, yo'q. Tushunarli. Kerak bo'lsa undan kichkinalar bilan baxtsiz bo'lib o'tganlar bu masala. Undan katta bilan yashama baxtli bo'lib o'tganlar bu. Normal Normal, ha? Aha, bemalol turmush qursa bo'ladi, ha? bo'ladi. Keyinchalik qanaqadir ziddiyatlar kelib chiqmaydimi, nima deb o'ylaysiz? Hech ham. Bizning turmush o'rtog'imiz bilan oramiz 3 yosh, kichkina mendan. Ha, sizdan 3 yosh kichkina. Qarang, topib savol beraman o'zi ham. Juda ham baxtlimiz. Aha, necha yildan beri hayot farzandlarimiz bor. kechirayapsizlar? 10 yil, 15 yil bo'lib qoldi. Yaxshi. Yo'q, albatta. Menimcha. Yo'q. Nimaga bunaqa deb o'ylaysiz? Endi hammani o'zini tengi bor. Endi nima deb qanaqa tushuntirsam buni? Baribir nima deydi? Tengi bilan deydi-ku. Menimcha shunaqa. Sevgi yosh tanlamaydi. Aha. Yaxshi ko'rsa bo'laveradi. To'g'ri deb o'ylayman, chunki o'zidan kattaroq kishi uni tushunadi. Aha. Или undan ko'ra ko'p narsani ko'rgan bo'ladi, uni tushunib yashaydi, bir-biri bilan murosa qilib yashaydi. O'zidan kichkinaroq bo'lsa, menimcha tushunmay yashaydi deb o'ylayman. Да, нормально. Normal, ha? Да, вполне можно. Она уже опытная будет смотреть. Иметь. Yo'q. Endi baribir o'zidan kichkina bo'lsa, Aha. nima desa bo'ladi. Shu dunyoqarashi baribir to'g'ri kelmaydi demoqchiman-da. Nima deb o'ylaysiz? O'zidan katta qizga uylanish bu to'g'rimi? Fikringizni kommentlarda yozib qoldiring. Bizga obuna bo'lishni unutmang.